Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük Haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızda olsun. Amerika bombardımançı aeroplanı Vietnam bilan Xitoyning dengiz tavallikini kuzatmoqda. Amerika ovozinin 2 maydagi xabarda bildirilishicha, Amerika havo armiyasining B-1B tipliq Lancer ovozdan tez uchadigan bombardımançı aeroplanı Vietnam bilan Xitoyning dengiz tavallikidan uchib o'tgan. Juma kuni tushdan keyin Amerika havo armiyasining 2 dona B-1B tipliq Lancer strategik bombardımançı aeroplanı Boyaq havo armiya bazasidan qo'zg'alib uzun uchgandan keyin Sharqiy Xitoy dengizi va Yaponiyaning Okinawani bo'ylab Amerikaning Guam orolidagi Anderson havo armiya bazasi qarab uchgan. Amerikaning Havaydagi Pearl Harbor Hikam birlashma bazasi e'lon qilgan xabar deyilishicha, 2 kun ilgari Amerika armiyasining ovozdan tez uchadigan bombardımançı aeroplanı Janubiy dengizdan uchib o'tgan. Bu harakat havo armiyasining harakatchan harbiy andisi va bombardımançılarning mavjudligini namoyon qiladi ekan. Amerikaning bu harakatining maqsadi ittifoqdoshlarni xotirjam qilish ekan. Tayvan Markaziy axborot agentligi Tayvan davlat mudofaa bexatarlik tadqiqot o'rnining mudiri Su Ziyunning so'zini naql keltirib, Amerika armiyasining B-1B tipliq bombardımançı aeroplanining Janubiy dengiz va Sharqiy Xitoy dengizidagi harakati Amerika armiyasining aniq strategiyasi va jonliq taktikasini yo'l qo'yganligining bir beshorati ekanligini, Amerika armiyasining bu harakatini oshkorlashi Amerika armiyasining Tayvanni qo'g'dash va'dasini ishga oshirib, rayon bexatarligi va muqimligini ilgari surishdagi strategik nishon ekanligini bildirgan. Besh davlat milliy axborot birlashmasi Xitoyning virusning xatirini yushirganligini dalilladi. Germaniya ovozining 3-maydagi xabarda bildirilishicha, Amerika, Angliya, Avstraliya, Kanada va Yangi Zelandiyadan tarkib topgan 5 g'arb axborot ittifoqining ichki hujjati Xitoyning virusni qasddan yushirganligini dalillagan. Xitoyning virusni yushirganlik xotiralari bayon qilingan bu dokument 15 betlik bo'lib, tunji qatim virus tarqalganda Wuhan virus tadqiqot o'rnining xatarlik tadqiqotlarini elib borganligi, virusning Wuhan virus tadqiqot o'rnidan kelmaganligi to'g'risidagi gumonlarda o'xshamagan ko'z qarashlarning borligi tilga ilingan. Oldingi hafta Amerika axborot organlari bu yakunni dalillagan. Gerçi Wuhan virus tadqiqot o'rnining xatarlik ilmiy tadqiqot faoliyatlari 5 ittifoqning ichki hujjati tilga ilingan bo'lsa-mu, ammo ular yana bu ilmiy tadqiqot turlarining Amerika va Avstraliya olimlari bilan hamkorlashganligini ko'rsatgan. 5 ittifoq e'lon qilgan hujjatda Xitoy davolash xodimlarining yuqumning dastlabki bosqichidagi ogohlantirish harakatlari Xitoy kommunistlari tomonidan bostirilib, yuqumning ig'irligini qasddan yushirganligi haqida tekshirish elib borganligi, Xitoy amaldorlarining virusning 20 yanvardan burun odamdan odamga yuqqanligini rad qilganligi alohida ko'rsatilgan. Hujjat yana 12 oyning 5-ida virusning odamlar orasida yuqumlanish alomatlari bo'lganligi, Xitoyning virus avrishkisini yo'qotish va munosabatlik ilmiy maqolalarning e'lon qilinishini qattiq kontrol qilganligi ayblangan bo'lsa-mu, Xitoy yana chet ellik tadqiqotchilarni avrishki bilan ta'minlashni rad qilganligi alohida ta'kidlangan. Pompeo ko'plagan dalil isbotlar virusning Wuhan tajribaxonasidan chiqqanligini dalilladi dedi. Amerika ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo tunugun Amerika radiosining xabar programmasida Xitoy virusi haqida to'xtalib, ko'p miqdordagi dalil isbotning virusning Wuhandagi tajribaxonadan chiqqanligini dalillaganligini bildirdi. Amerikaning axborot amaldori oldingi hafta Xitoy virusining dastlabki manbasining tajribaxona yoki yovvoyi hayvonlar bozori ekanligini tekshirayotganligini bildirgan edi. Pompeo tunugungi so'zida esimizda bo'lsinki, bundan burun Xitoyning butun dunyoni yuqumlantirgan tajribaxona boshqarishda layoqatsizlik qilgan tarixi bor. Xitoy tajribaxonasining xatoligi sababli butun dunyoning virusga duch kelishi tunji qatimliq ish emas deganlarini bildirdi. Ammo u virus qasddan tarqatilganmi yo'q degan masala ustida to'xtalishni rad qildi. U so'zda yana Xitoyning bu ishni tekshirmoqchi bo'lgan chet ellik muxbirlarni qo'g'lab chiqarganligini, aloqador tibbiy xodimlarni bostirganligini, xalqaroning virus manbasini tekshirishiga to'sqinlik qilish uchun yangidan harakatga o'tganligini bildirdi.
Shundaqla Amerikaning bu hodisani paydo qilguvchilarning mas'uliyatini cho'qim surishti qiladiganligini ta'kidladi. Yana bir tarafdan Trump Amerika istixborot xodimlariga virusning kelib chiqishi to'g'risida texmi ko'p uchurlarga erishishni havola qilgan. Chunki u Xitoyning virusni xalqaroga maqsadlik tarqatish masalasini bartaraf qilishni o'zining noyabrdagi prezidentlik saylamiga qatnashish faoliyatining markazi qilgan. Ömerjan Damollam Xitoy virusi bilan olamdan o'tdi. Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi Ömerjan Damollam bugun Xitoy virusi sababli Saudiya Arabistonda olamdan o'tdi. Ömerjan Damollam buningdan 10 kun burun qattiq qizitmasi o'rlab ketib doktorxonaga borgan. Tekshirish orqali Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi ma'lum bo'lgan. 8 kundan beri davolanayotgan bo'lib, bugun 4-may atigan doktorxona Saudiyada turishliq Turk konsulxonasiga Ömerjan Damollamning vafot xabarini bergan. Mərhum Şərq Türkistanның Qashqar viloyati Makit nahisədən olub, bu yıl 52 yaşqa kirgan. Mərhum başda Şərq Türkistanның Xotan və Makitlərdə ilim təhsil qılğan. 1996 yıldan 2002 yılgacha Pakistanda ilim təhsil qılğan. Şərq Türkistan Ulamolar birligining muavin raisi Ustoz Sirajiddin Azizi bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilib, Saudiya hukumati Makkadan 2 kishi, Madinadan 2 kishi bo'lib 4 kishini dafn ishlariga qatnashishga ruxsat qilganligini, mərhumning Madina Munavvarda dafn qilinmoqchi bo'lganligini bildirdi. Mərhum Xitoy virusi sababli olamdan o'tgan 2-chi Uyg'ur bo'lib hisoblandi. Ma'lum bo'lishicha, mərhumning ayolimi doktorxonada davolanmoqda ekan. Alloh mərhumga rahmat qilsin, shahidlik maqomini bersin, hamda ayolining kasaliga shifolik bersin. Amerika prezidenti Xitoyda qamalgan jurnalistlarning qo'yib berilishi uchun harakat qilishga chaqirildi. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komiteti raislari Amerika prezidentiga maktub yo'llab, uni Xitoy turmasida iztirob chekayotgan Ilhom To'xti qatorliq ziyoli va jurnalistlarning turmadan qo'yib berilishi uchun harakat qilishga va Xitoyda barg'ancha ig'irlashayotgan qabih axborot cheklamalariga ko'ngil bo'lishga chaqirdi. 3-may Dunyo axborot erkinligi kuni munosabati bilan hozirlangan bu maktubga komitet raislaridan James McGovern, Marco Rubio qatorliqlar birlikda imzo qo'ygan. Mazkur maktubga qo'shib e'lon qilingan bayonotda Xitoy turmalariga tashlangan muxbirlar qatorida Uyg'ur jurnalistlarmi alohida tilga ilindi. Bayonotda mundaq deyildi: Xitoyda hozir qamalgan jurnalist, tor yozarlari dunyoning har qanday yeriga qaraganda ko'p. Bular Ilhom To'xti, Huang Chi, Liu Gengsong, Lobsang Jamayang, Gulmira Imin va Gui Minghai qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Prezident Trumpga yo'llangan maktubda mundaq deyildi: Biz bu maktubni Xitoyda axborot erkinligi va so'z ifoda erkinligiga qaratilgan cheklamalarning barg'ancha qabihlashib berayotganligiga nisbatan andishalanganligimizni bildirish uchun yozib o'ltiribdimiz. Bu navbatlik axborot erkinligi kunida biz sizni adolatsiz holda qamalgan jurnalist, tor yozarlari va fikr erkinligi faoliyatchilarining ozod qilinishi uchun harakat qilishga hamda Xitoy rejimi va Xitoy kompartiyasini uchur axborotga qo'ygan cheklamalarni bekor qilib, uchur xabarlarning erkin tarqalishiga yo'l qo'yishga ochiq-oshkora da'vat qilishga chaqiramiz. Maktubda yuqorida tilga ilingan tutqundagi ziyoli va jurnalistlar qisqacha tunishtirilgan. Ilhom To'xti haqida berilgan izohatga uning 2014-yili bo'lgunchilik jinoyati bilan muddatsiz qamoqqa hukm qilinganligi, turmada qiyin qistoqqa uchraganligi, oilasidagilar bilan ko'rishtirilmaganligi tilga ilingan. Maktubda yana 2009-yildagi 5-iyul Urumchi qirg'inchiligidan keyin muddatsiz qamoqqa hukm qilingan Gulmira Imin haqida qisqacha tushuntirish berilgan. Sobiq hukumat xizmatchisi Gulmira Imin Salkin nomli Uyg'urcha tor bekitining tor boshqaruvchilaridan biri bo'lib, u mazkur tor betida e'lon qilingan namoyish chaqiriqiga chetilib qo'lga ilingan. Maktub oxirida Amerika prezidenti yana qo'lidagi barliq diplomatik vositalarni ishga solib, bu yil mart oyida Xitoydan qo'g'lab chiqarilgan Amerika muxbirlarining Xitoyga qaytishini kapolatga ega qilishga chaqirilgan. Aqsaray Xitoyga aloqador oxirgi qarorni Trump chiqaradi dedi. Aqsaray bayonotchisi Kayli Makeneni Xitoyda o'ttirga chiqqan Wuhan virusining tajribaxonada ishlanib ishlanmaganligiga aloqador oxirgi qarorni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning chiqaradiganligini aytdi. U Amerika Qo'shma Shtatlarining Xitoy virusi sababidan Xitoydan to'lam talab qiladiganligiga aloqador da'volar haqida to'xtalganda mundaq dedi. Prezident Trump virusning Xitoyda tajribaxonada ishlanganligi to'g'riliq dalil borligini ilgari surmoqda. Darvaqa Amerika istixboroti mo shundaq faraz qilmoqda. Shuni alohida ta'kidlab o'tamanki, Prezident Trump bu masalaga nihoyat jiddiy qaramoqda.
Xitoyning virus masalasida ma'lumot bermaslikda ching turishi sababidan Amerika xalqi tahdidga duch keldi. Bu masalani qanday bartaraf qilish siyosiy yo'llarning ishi. Prezident Trump Amerika istixboroti ta'minlagan ma'lumotga asosan Xitoyga aloqador oxirgi qarorini munosib vaqtda chiqardi. Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanish ahvoli ko'rinarli tuvanlamoqda. Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministeri Fahrettin Koca 3 may bir gün ichida Xitoy virusi bilan 61 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlangan deb gumon qilingan 24001 kishini tekshirish orqali bir kun ichida 1670 kishining virus bilan yuqumlanganligining aniqlanganligini. Bunun bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 126045 ga yetganligini, bir kun ichida 61 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 3397 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə Ministri yana tunugun davolanayotgan bemorlar ichida 4892 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 1424 bemorning kasalining og'ir ekanligini, yaxshilanayotgan bemorlar sonining ko'rinarli oshayotganligini, kesili og'ir bemorlarning soni tushishga boshlaganligini, Türkiye'de Xitoy virusi paydo bo'lgandan beri tunugun tunji bo'lib virus bilan yuqumlanuvchilarning soni bilan salomatlikka asliga kelganlarning soni tenglashganligini, har xil oldini olish tadbirlarini qo'llanishda ching turgandan beri yaxshi natija chiqayotganligini ta'kidladi. Sharq Turkistonning fidokor jangchisi Ömer Döngaloğlu vafot bo'ldi. Türkiye'de tanılgan dini alim ve da'vatchi, shundaqla Sharq Turkistonning jangovar qo'g'dug'uchisi bo'lgan barliq televiziya programmalari, suhbat va duolarda Sharq Turkistonni tilidan tushirmaydigan qimmatli ustoz Ömer Döngaloğlu Xitoy virusi bilan yuqumlanib 2020-yili 5-oyning 3-kuni yakshanba İstanbul Başakşehir doktorxonasida davolanayotganda vafot bo'ldi. Qimmatli ustozimizning vafot bo'lganlik xabari butun Sharq Turkiston xalqini cho'nqur qayg'uga cho'mdirdi. Qimmatli ustozning o'limi Sharq Turkiston uchun zo'r yo'qotish. Ustoz har doim xalqimizning duosida bo'ladi va qalbida yashaydi. Navbatda ustozning ayoli va 4 bolasi mo doktorxonada bo'lib, xalqimizning uning oilasi uchun duolarda bo'lishini umid qilamiz. Ustoz Ömer Döngaloğlu tunugun asr namozdan keyin İstanbul Edirne Kapı mozorligiga dafn qilindi. Uning jinoza namoziga bexatarlik sababidan oz sonli kishining qatnashishiga ruxsat berildi. İstanbul valisi Ali Yerlikaya ve başka devlet adamları mu jinozaga hozir bo'ldi. Shundaqla Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi va Sharq Turkiston Ulamolar birligi marhum ustozning vafoti haqida ta'ziyanoma e'lon qildi. Cumhur Rais Recep Tayyip Erdoğan mu uning vafotidan cho'nqur qayg'urganligini ifodalab, rasmiy sahifasidan ta'ziya bildirdi. Mehribon Allah marhum ustozni rahim shafqatiga olsin, qayg'u hasratga to'lgan oila tabobiatlariga sabr taqat ato qilsin, makonini Jannatul Firdavs qilsin. Ya Gahhar! Ya Gahhar! Ya Rabbel Alemin! Ne olur şu geceyi Doğu Türkistan'la kopmayacak bir kardeşliğin kurulduğu gece eyle ya Rab! Amin! Ey Allah'ım! Yumruk kadar kuşların koca koca filleri devirdiğini sen kitaba yazdın. Biz bunları unuttuk. Ey Allah'ım! Yeniden gönder ebabillerini ya Rabbi! Yeryüzünün en küresel katili Çin denilen kafir toplumu helak et ya Rabbi! Ey Allah'ım! Kamplarda Müslüman kardeşimize etmedikleri işkence kalmadı. Kimi çıldırdı, aklını oynattı. Kimi canını verdi. Kimi namusunu verdi. Ey Allah'ım! Sen bize yardım etmezsen bu işi yerdekilerden umudumu kestim ben. Senden gelecek yardıma muhtacız. Kardeşlerimize yardım et ya Rabbi. Küçücük bir çocuğun, ağlayan Doğu Türkistanlı yavrucağın, hani benim Müslüman kardeşlerim nerededir? 2 milyara yaklaşmış
kabul et ya Rabbi. Doğu Türkistan'la beraber Arakan, Patani, Orta Afrika, Suriye, Filistin, Yemen, dünyanın bütün mazlumlarına, bütün gariplerine yardım eyle ya Rabbi. Bizi de onlara yardımcılar eyle ya Rabbi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. İnşallah atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shunday program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.